Ma'lumki, Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida dolzarb oylik e'lon qilingan bo'lib, hozirda barcha hududlarda ko'chat qadash ishlari boshlab yuborilgan. Toshkent Olmaliq yo'lining Ohangaron tumani hududida obodonlashtirish ishlari uchun mutasaddi vazirlik va idoralarga yer maydonlari ajratilgan bo'lib, u yerda nihol qadash ishlari uyushqoqlik bilan tashkil etilgan. Qizg'in jarayonlardan navbatdagi lavha orqali voqif bo'lishingiz mumkin. Yashil makon bu shunchaki chiroy emas. Bu iqtisodiy xavfsizlik, sog'lik va hayot sifatining ko'rsatkichidir. Bugungi kunda O'zbekiston aholisi shaharlarga zichlashmoqda. Olimlarning taxminiga ko'ra, 2040-yilga kelib mamlakatimizda urbanizatsiya 60% ga chiqishi mumkin. Shu sabab shahar ekologiyasi masalasi endi qo'shimcha mavzu emas, strategik ustuvor maqsaddir. Bu jarayonda bir necha yildan buyon samarali natijalar ko'rsatayotgan Yashil makon loyihasining kuzgi ekish mavsumidagi ko'chat qadash ishlari ham ayni kunlarda avjida. 26 sentyabr kuni joriy yilning davlatimiz rahbari tashabbuslari bilan kuz mavsumida daraxtlarni ekishni ko'paytirish bo'yicha tegishli ko'rsatmalarni berganlar. O'sha vazirlik idoralaridan jalb qilingan xodimlarga taqsimot qilingan hududlarda o'sha manzarali ko'chatlar ekishda davom etilmoqda. Kecha bu bo'yicha juda katta tadbirda start olingan rahbarlar ishtirokida, bevosita o'sha tizim, vazirlik rahbarlari ishtirokida va bugungi kunda ham ushbu jarayon davom etmoqda. Shuningdek, o'sha mamlakatimiz fuqarolaridan, aholidan ushbu yashil makon doirasida faol ishtirok etishlarini so'rab qolamiz. Ko'chat qadash jarayonida agrotexnik talablarga to'liq amal qilinishi uchun avval tushuntirishlar berilmoqda. Ekish uchun iqlimga va zaminga mos ko'chatlar tanlangan. Birgina talab zimmadagi vazifani sidqidildan ado etish. Vazirlik va turli tashkilotlardan kelgan xodimlar jarayonda bu jihatni unutishgani yo'q. Yakshanba tongini ertasida mana Yashil makon dasturi bo'yicha Toshkent davlat transport universiteti o'zini hissasini qo'shish uchun bugun 40 nafar xodimlari kelib ishtirok etishmoqda. Ko'chat ekish jarayonida bizga dastlab tegishli mutaxassislar ko'chatni qancha chuqurligiga ekilishi va ekilgandan keyin qaysi tartibda ko'milishlarini o'rgatishdi va shu asosida xodimlarimiz ekish jarayonini boshlashdi. Bizga ajratilgan 1000 ta tup ko'chatni hozirda yarmini ekib bo'ldik, qolgan yarmini ham ekish jarayoni ketmoqda. Yashil makon loyihasi faqat rasmiy tashkilotlar uchun emas, har bir fuqaro uchun ham mas'uliyatli jarayon bo'lishi kerak. Aholi sifatida bizning eng katta kuchimiz ko'p sonlilik va muntazamlik. Har bir kishi bahor va kuz faslida kamida bir tup daraxt ekishni o'ziga odat qilsa, bu butun mamlakat ekologik muvozanatiga katta ijobiy ta'sir beradi. Lekin shuni unutmaslik kerak. Daraxt ekishning natijasi uning yashab qolishida. Shuning uchun ko'chat ekilgandan keyin uni parvarish qilish vaqtida sug'orish va kuzatib turish juda muhim. Qadrli hamyurtlar, Yashil makon umummilliy loyihasiga siz ham o'z hissangizni qo'shing.